Nimaga rasxodomerniy kollektor обычный kollektordan qimmatroq? Sizlar bilan bugun bilib olamiz. Bu PLS brendining kollektori. Latundan ishlangan va anchagina sifatli. Komplektida podacha обратка kran va ikkita kranshtayn chiqadi. O'lchamlari 2 talikdan 12 talikgacha bo'ladi. Isitish tizimida tubli bo'l uchun kran vazifasini bajaradi. Ustalarimiz uchun san'at asari. PLS brendining rasxodomerniy kollektorlar. Oddiy kollektordan farqi har bitta tochkada minutiga necha litr suv aylanishini ko'rsatib turadi. Buni ham komplektida podacha обратка kranlari va ikkita kranshtayn chiqadi. Keyingi eng katta ustunligi bo'lsa, kollektorning har bitta tochkasiga mana bunaqa seropривод qo'yiladi va buni simlarini ko'ryapsizlar. Komnatning termostatni miyasiga o'rnatiladi. Keyin bo'lsa, komnatning termostati o'ziga bog'lanib, ulanib, telefondan har bitta tochkani gradusini boshqarsangiz bo'ladi. Menimcha farqini tushundingiz. Siz uyingizga qaysi birini qo'ygan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring.